Tez sotaman obunachilar uchun Dukentdan 10-kvartaldan 1-etajdan 3 xonali dom topib qo'ydik. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Tashqaridan kirib kelishimiz bilan bizni katta koridor kutib oladi. Ko'rxo'shkamiz juda ham keng ekan, mebellar qo'ysa ham bo'ladi. Birinchi xonamiz zal bo'ladi. Zalimiz ham juda ham keng, yorug', 4 metrga 6 metrli xona ekan. Kattaligini ko'ryapsizlarmi? Bu tomonda esa bolalar yotoqxonasi qilsa bo'ladigan kichkina xona bor ekan. Bu xonamiz ham keng, yorug'. Uchinchi xonamiz ham juda ham keng, yorug' ekan. Spalni xona qilsa bo'ladi. Vanna, unitaz alohida ekan. Yaxshi kafellar terib qo'yilgan, yangi vannalar qo'yib qo'yilgan, ariston bor. Bu tomonda unitaz alohida ekan. Unitazimiz ham holatlari yaxshi. Bu tomonda oshxonamiz. Oshxonamiz ham yorug', katta. Oshxona mebellari bilan jihozlangan, gaz plitamiz bor. Remontlari o'rta holatda. Bu tomonda 6 metrli balkonimiz. Balkonimiz tapchan qilib qo'yilgan, devorlari hammasi uteplit qilingan ekan. Bu domimizga egalari 25 ming so'rashyapti. Yana kelish bolasida pastda bilan qoldiraman. Tez sotaman profil orqali keldim desangiz, yanada kelishtirib beradi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.